أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد. Bugünkü dersimizden temisi min edebil Abbasiyin. Resmi edebiyat kuşup kettik ona. Abbasiler halifelik devrinde demek için. Abbasiler devrdeki edebiyatlardan üzündüler diyenler. Bunlar 132. yıldan tatıp hükümran boğan cemaatin Abbasiler. Umayyilerden kim? Asaba ehlu Mekke'te seylun şarafal hicra. Mekke ahalisine salat geldi dedi. Seyl yani salattı. Şarafa diyen aslında bunda boynunu suzap qarağanlığını bildirdi. Jirakka yani izraka qarmaq için bunda boynunu suzap bunda qarası şarafa deymiz. Lekin al-hijr diyen Hicr İsmail da Kabe tutacağız ama bunun için biz tarafında bunda takatamba kiş koyulup var. Eşyanı Hicr İsmail deymiz. Hatim mi deydi? Hicr İsmail. Adamın mürüskaya gidek bir tamba. Şuraya kadar çıktı bu suları dedi. Demek ki 1 kilometre, 1,5 metredek, 1 metredek aşında örlep gitti demek. Ve mâte tahtahu halqun ketir. Ashalının astıda nurgun halayık ölüp gitti. Ve kâne Abdullah ibn Hüseyin el-Alavi valil haramayn lil Ma'muni feketebe ileyh. Ma'mun degan bu Harun Raşid'ninki çoğun oğlu bu. Bu halife olan çağda Mekke'de Abdullah ibn Hüseyin'de Hazreti Ali'nin evladıdan boğan Ehl-i Beyt'in bir kişi vali iken. Bu vali halifege şunda mektup yazgan gel. Hazır mı yazgan mektubudaki edebiyat karıştırdı. Bu vali'nin de yazıptı. İnne ehle haramillahi ve cirane beytihi ve ullafi mescidihi ullaftan ve ullafi mescidihi Allah'ın hariminin ahalisi. Allah'ın harimi nerede? Allah'ın harimi Mekke'de. Allah'ın hariminin ahalisi ve cirane beytihi Allah'ın beyti kaçta? Kabe. Mescid-i Haram. Şunun etrafında hoşnulap tuğuçlar, kulun hoşnuları ve ullafi mescidihi Allah'ın mescidine künep ketkenler yani devamlı kilip namaz okup bunda küngen kişiler demek ya. Ullaf nimenin köpüke? Alif'nin köpüke. Alif ullaf. Mesela katib kuttab deyendik. Ve amarata biladihi Allah'ın diyarını avattırıcılar. Amara diyen imaradın kelgen söz. Amir deyimiz o. Avat güllendiriciler. Kad istecara diyen tanalık tildi diyendek ha. وهو يجير ولا يجار عليه بعز معروفك Cenablarının yaxşılıklarının izzet hürmeti bilen panalık tilide ma'ruf degan yaxşılık izze degan izzet hürmeti degan söz. Nimeden panalık tilide olsa min seylin tarakemat ukhrayatuhu fi hadmil bunyan. Bir sel aptidan panalık tilide. Bu sel aptınınki en ahir kısmı yığılıp dedi. Tarakemat diyen yığıldı dedi. Toplandı dedi. Yığılıp qanday qildi? Fi hadmil bunyan yani binalarning öy, tamlarni yıqitishga jamlanib qoldi yığılıp. Ve qatlir rijali ve niswan ve ayollarni o'ltirib ketdi deydi. Shu yığılıp ketgan ekan, erlar olsun, ayollar olsun o'ltiribdi. Ve ihtiyahul usul degan bina öylerinin ulları. Tam öylerinin binanın tigini ulunu kumurvetti degen. Öğretti degen. İstisal denilen. İhtiyah degen huddi şöyle ihsap ketti degende. Türtüp ketti degende. Ve cerfil asqal. Cerf degende biz okuduk. Ötkenki dersi cerf deb çıktı o. Unutib qoldum o. Seylun cerif. Cerfil asqal eğirni aslını mı? Şunda lan türtüp ketdi, ihsap ketdi demek. Hatta ma taraka tarifan ve la talida. Kitap öylerini öğretip, insanlarını öttürütüp, ahir qanday oldu?
tarifni mi qo'ymadi, ta'lidni mi qo'ymadi degani, yangidan biz olgan husul ya yangidan bir topgan mal dunyoni mi qo'ymadi, ota-bobolarimizdan qolgan qadimiy mulklarni mi qo'ymadi demak. Tarif degan yangidan topgan mal, ta'lid degan ota-bobolarimizdan qolgan ko'na mulklar. Demak, ko'na yangini hammani supurib ketdi demakchi. Lirraja ilayhima fi mat'amin va la malbas. Kiyim-kechakda olsun, yemek-ichmakda olsun, ashundan bir foydalanay degan kishiga ko'na mol-mulkni qo'ymadi, yangi mol-mulkni qo'ymadi, hammani iqtib ketdi. Ta'lid degan so'z, ya'ni talid deb qildi. Al-majd at-talid, qadim shon shavkat saltanatimiz degan bo'ldi. Wa qad shaghalahum talabul ghida'i 'an al-istirahati ila al-buka'i 'ala al-ummahati wal-awlad wal-aba'i wal-ajdad. Bulardan nurg'un yaqin tuqqanlardan, azlardan ayrilgan bo'lg'achqa, ota-bobolari, al-aba wal-ajdad ota-bobolari, al-ummahat wal-awlad onalari farzandlariga yig'lashning o'rniga nim bilan mashg'ul bo'lib ketdi? Tamoqning qo'yida, qo'saqning qo'yida bo'lib ketdi. Ochliq ulardi hozir. Ya'ni ularga yig'lab ta'ziya bildirib bunday qilishga cho'l yo'q. Butun diqqati shu jannatni saqlash bilan bo'lib ketdi. Yemek-ichmakning qo'yida bo'lib qoldi. Fa ajruhum ya amiral mu'minina bi atfika alayhim. Shunga fa'dgamsha shunga ahvol mushna bo'lg'achqa fa ajruhum, ya'ni ularni qutuldirsizlar. Mu'minlarning amiri, ya'ni xalifaga xitob qilayotgan bo'ldi shu. Bi atfika alayhim, ularga mehr shafqatlarni yog'dirib va ihsonika ilayhim, yaxshilik qilib qutuldirsizlar. Shunda qilsizlar bo'lmoqchi, tajidillaha mukafian anhum. Ularning o'rda Alloh taolo sizlarning yaxshiliklarini qaytirdi. Kafa degani tang mukofotda qiyg'ashiga tang yaxshilikni qaytirdi degan bo'ldi. Demak, ular qaytaramasa, hozir qaytarammaydi, lekin Alloh taolo u yaxshilikni sizga ular vakolatan qaytirib bergisi. Va musibaka an shukri minhum. Ularning hamda rahmat aytish kerak-ku. Ularning rahmat aytqinning o'rnida sizga savob bergisi, savob ato qilg'ay, shunday qilsalar demakchi. Bunda maktub yozgan ekan, "Tawajjahal ma'mun bil amwal al kathirati va kataba ila Abdullah." Ular xalifa ma'mun nurg'un mal-mulk emas. Va kataba ila Abdullah, ashvali Abdullah ibn al-Husayn al-Alawiga shunday maktub yozibdi. Amma ba'du, ya'ni boshdan Alloh taolo hamd sana aytib o'qigan ekan, maqsad kelsak, amma ba'du degani, endi maqsad kelsak, faqad wasalat shakiyatuka li ahli haramillahi amiral mu'minin. Amiral mu'mininga, mu'minlarning amiriga, Allohning haramidagi aholilar uchun shular vakolatdan qilgan shikoyating yetib kelgandir. Fabakahum bi'ayni rahmatihi. Bu maktubni olgandan keyin xalifa, ya'ni mu'minlarning amiri qanday qildi? Rahimdillik ko'zi bilan ular uchun yig'ladi, ko'z yosh to'kdi. Va anjadahum bisibi ni'matihi. Va ularga yordam qildi dedi. Anjada degan istanjada yordam talab qildi degan bo'ldi. Anjadahum degan ularga qutqizish uchun yordam berdi demakchi. Nimalansa uning ne'matidan iltifot qilib demak. Seyf degan bergan, iltifot qilgan demak. Ne'matidan iltifot ko'rsatib ularga yordam berdi. Fa huwa mutbi'un ma aslafa ilayhim. Shunda qilib u, ya'ni amirul mu'minin ma aslafa ilayhim degan ularga oldin mang'uzatgan, burun mang'uzatgan yordamga yana agashtirguchidir, ya'ni oxirida yana yordam qilib turguchi. Shuni salaf degan nima bo'ldi? ilgirkilar va aslafa degan ilgir mang'dirayotgan yordamlarga yana agashtirib yordam yuvatib turguchi. Bima yakhlufu alayhim ajila. Tizlam ularning zoya bo'lib ketgan mol-mulki, uy aramlaridagi narsa keraklarning o'rnini to'ldirib turadigan shaklda shunda yuvatib turdi. Xalaq degan shu oxirdan keladigan narsa. Salafga ilgir o'tgan narsa. In adinallohu fi tasbit azmihi ala sihhati niyati. Mushu niyatining to'g'riligiga, irodasini Alloh taolo mustahkam qilishga ijozat bersa, mushu niyati tavrlanmay turib qolsa, bundan keyin yana ashulardan zoya bo'lib ketgan mol-mulkning o'rnini to'shqizgan nurg'un narsani oqima-oqi ivatib turdi deb mushunda javob yozibdi. Yozgan ekan, fasara kitabuhu anasa li ahli Makkah min al-amwal allati anfadaha ilayhim.
Bunda maktub yazgan ekan, bunun yazgan maktubi Mekkeliklarga ivatgan nurg'un mal-mulklardan bakrak ko'ngli yasabdi Makka aholisini. Anas degan usul patoldi deymiz-ku. Bunda bir g'iribsinishni yo'qotib, ko'ngli yasashga foydasi bo'ldi demoqchi. Ya'ni bakrak anas degan aktar unsan demoqchi. Anfada degan avatda yazılan anfada deganni so'rab qo'ysak, buda qilasiz. Anfada degan nima bo'ldi? 700 degan bo'ldi. Va kataba Yahya ibn Aktam ila al-Ma'mun. Yahya ibn Aktam bu munayt mashhur adiblarning birisi. Ma'mun, yani xalifa Ma'munga shunday maktub yozdi. Va kana qadihi bil Basra. Yani Yahya ibn Aktam shu ulamolardan birisi ekan. Ma'munning Basradagi qozisi ekan. Ma'mun tayinlagan qozi ekan. Bu Ma'munga bunday maktub yozdi. Yudakkiruhu bi qada'i hajatin lahu. Bunun bir Ma'mundan so'ragan bir ehtiyoj bor ekan, bunda qilib bergan bo'lsalar deb. Shuni aslatib bunda maktub yozdi. Kana wa'adahu qada'aha thumma aghfalahu. Burun xalifa Ma'mun buni men o'rinda qilma deb va'da berib, keyin diqqat qilmoqchi buni. Aghfala deganda qaror qilmadi degandek. Va'da berib qilmoqchi. Shuna mush ishni yangi qilib bergan bo'lsa deb aslatish uchun, esiga solish uchun mush maktubni yozdi dedi. Anta ya amiral mu'minin akramu min an nu'arrida laka bil injaz. O'zlari ey mu'minlarning amiri injaz degan qilib vujud chiqarish. Va'dalarni ishga oshirishlar deb bunda yapti gap qilishimizdan bakrak sizlar uningdan mutaqa isil. Yani bunda odatga odam bo'lsa, va'da bergan bo'lsa, ilk va'dalarni amalga oshira olmaydi deb bunda aniq demasakmi? Daritullah da ishorat qilib yapti gap qilsak bo'ldi. Lekin sizning maqomlari bak katta, siz bakmo isil zot bo'lganliklar uchun unda asl tujurmasakmi bo'ldi sizga. Va nuqabilaka bil izkar, iddikar yaki. Shu iddikar esa iftikardan chiqqan narsa. Fa'al min muddakir. Ya'ni sizga asl tutmasam bo'ldi demakchi. Ya'ni shu davomli asl tuğdak kishi emas o'zlari katta kishi demoqchi. Va anta shahidi ala va'dik. Janoblarning o'zlari bergan va'diga mening guvohimmi yana o'zlari. Bunda gap ustadaman bu. La ta'muru bi shay'in lam tataqaddam ayyamuhu. Tig' vaqt kelmagan bir ishqa buyurmaydilar. Va lam yuqaddar zamanuhu. Vaqt kelmagan, soat kelmagan bir ishqa buyurmaydilar. ونحن أضعف من أن يستولي علينا صبر وانتظار نعمتك. Biz Cenab-ı nimetini kütüp sabır qilish, bizim vücudumuzni qaplagan holatda bunda turishga bardosh qilmaymiz. Yani sabrchanlik qilib bo'lmaymiz. Cenab-ı qachon bir bunda iltifot kelaki deb saqlab kutib turishga ojizlik qilamiz demakchi. Va antallazi la yauduhu ihsan. Cenab-ı bo'lsa bir ihsan qilish, ig'iylik kelib qolmaydigan bir zot sizlar. La yauduhu hifzuhuma. Izg'o asman ziminlarni saqlash Alloh taologa ig'ir kelib qolmaydi. Yaudu ya'ni yusqil degan ekan, ig'ir kelib qilish. Ihson qilish sizga ig'ir kelib qolmaydi. Va la yu'jizuhu karamun. Sexliq qilib qolsa unda ojiz kelib qolmaydi. Shunda bir zot sizlar. Fa'ajjil lana ya amiral mu'minina ma yaziduka karaman. Şuna cenablarını texmi sehi qilib o'tadigan bunda bir ishni bizga gachchida sizlar qilib berasizlar. Va tazdadu bihi ni'ma. Bunda qilib berasizlar, texmi sehi bo'lib ketadilar, texmi sizning ne'mat o'zir halovatlari eshib ketadi. Va tatalaqqahu bis-shukri daim. O'zlari u ne'matga davomli izchil shukr qilib turadilar degan bo'ldi. Natalaqqa bo'lishi mumkin. Ya'ni biz uni izchil teşekkür etip, rahmet etip kütüp aldığan aş işine sizler kıpasızlığa. Bunda maktub yazıldı. Bu Basra şehrinden hazır Bağdat'ta yazılıyor. Ama Halife Ma'mun nimdapta? Ve kâlel Ma'mun yevmen li Yahya. Halife Ma'mun aşu Qazi Yahya'ga bir gün bunda yaptı. Ma başka vakallikim bu. Sifli hali indan nas. Benim xalq nazardagi bunda ahvolimni, yoki menga xalq qanday baho berdi? Aşın sıfatlab bergin bana. Desa bu Yahya deb deganki, ya amiral mu'minin, ey mu'minlarning amiri,
qadin qadat lakal umuru bi azimmatiha. Va tuguninki bundan teshib bega jotkizdi. Bundan bunda alamçılan bağlamda indemiz aşın noktadan da. Ha? Çülük. Ne çülük değil. Tabii çülük. Çülük. Kalığın bulmasam de. Kalığa tügüz oldu. Aslı acımadiye şunun deydi. Lekin işninki başqurdigan rolü degandek narsa. Çünkü bunigani silib shuni shunda nuqtusa to'xtatib oldi qanday esa boshqurli oldi orqali. Ishlar tizgini yoki ochqichi ya tutqi sizga bo'ysun deydi. Qo'llarga hozir bo'ysun keldi. Ve meleketkel ummatu fudula a'innatiha. Mana a'inna degan chiqdi. A'inna degan yugan. Demak, ashuna masalan uzun ag'am cho'ldigan to'xtaysak uni tartimiz. Chaptoransa qo'yib bersak chapdi masalan. Ashun turmuz endi bu. Tushunami? Ummat janoblarining qo'liga uzun yuginni tutqizdi. Asli xalqancha haydab manglar demoqchi. Yani siz özlerine halif kıldı. A'inna asli anan diyenin köpüke. Yügen çullur dedik. Bir rıgbati ileyk özlerine halap demek. Vel mahabbeti lek özlerini suyup. Ve rıfk mink sildin yumuşak muamele rahim şefkat kütüp. Vel iyâzi bek özlerinin sayesinde panalanıp alem panah deyip koydu o. Bi'adlike fihim Cenablarının aşu millet, ümmetinin arasında adalet berpa kılışları bilen ve mennike aleyhim ularga iltifat gösterişleri bilen menne aynı yaşlılık kılıp iltifat gösterdiğim. Hatta laqad enseytahum selefek. Aşında yaxşılık kılıp adalet berpa kılıp жүрüp Cenabları özlerinin ilgir ötken atı boğullarını mı burunqi xalifinin qiyga yaxşılıqını mı aş ümmetke unutuldurvatlar. Sizning yaxşılıklardan, adaletlerden burunqi padişahının xalifinin adaletini unutib ketdimi? Salafak degan o'zlaridan ilgari o'tgan padişahlardan. Va ayastahum khalafak. Yani bundan keyin keldigan izbasarlarni mı ümidsiz qoldilar. Biz bu padişahdak adalet barpo qilib bu yetgan mushunda bir martabaga yetenmagidekmiz deb ümidsiz qoldirib qo'ylar. Elhamdulillahillazi jama'na bika ba'da at-taqatu'. Yani janoblar bilan aramiz uzilib qolgandan keyin bizni jam qilgan Alloh taolaga hamd sano bo'lsin. Balki ma qazamni burun yaqin o'tmagan bo'lsa, yaqin o'tgan bo'lishi mumkin. Wa rafa'na fi dawlatika ba'da at-tawadu'. Biz xar tuan bo'lib qolgandan keyin janoblarning padişahlığı ostida kirgan davlatda bizni shunda bir ko'tardi demiş. Shuni ko'targan zotga hamd sano bo'lsin. Tavadu degan asli kamtarlik, tuan bo'lash degan bo'ldi-ku. Biz tuan bo'lib qolgan keyin janoblarning padişahlığı ostida davlat ko'rib, martabamiz ko'tarildi. Yani mush qozi bo'lgan bu odam. Deb shunda bir sifatlab turibdi. Yoki bunda bir baho beribdi. Xalifaga. Laganga faqala al-ma'mun, ma'mun bilan olib, ya Yahya atahbiran amr tijala. Tahbir degan, masalan bir she'r yozsa, ya bir nasr yozib qolsa, buni tinch kun o'tirib, yasab, pardazlab bundan bu. Pardazlab degan gapmi, yasab degan gapmi bu? Yoki shundalam tabiiy gachchidi deyotgan so'zmi? Irtijal degan burun tayyorlik qilmay, shundalam naq maydonni gachchidi deyotgan irtijal deymiz. Masalan she'rni bir burun nima qilgan bo'lsa, yasab, yezib, tayyorlab, uni pardazlab qilgan bo'lsa tahbir dedi. Andan shu bir voqealikda bir so'rinishni bir narsaning ta'sirini mamshadi. Gachchidi she'r o'qiyotsa irtijal deymiz. Masalan bir nutq so'zmoqchi bo'lsa, burun tayyorlab akilib nima qilsa tahbir bo'ldi. Lekin shadlam o xatga qaramay, mikrofonni tutib unda xaloyiq qarab so'zlasa irtijal deymiz. Bu yasab degan so'zingmi yoki hozirlamgacha deyaptimi debdi. Qala va hal yamtani'u fika wasfun? Endi deb so'sa, janoblarni buna sifatlaydi deb qolsak, bu sifatliga bo'lmay qolgan ishim bormi? Aw yata'azzaru ala madihika qawlun yoki o'zlarini madiylaydigan bir kishiga biraz söz ağzı kelmay qolgan ishim bormi? Yani bunda ağzı tegmay madilab ketadigan zot sizlar demak. Aw yufhamu fika sha'ir
yoki janoblarini madilashda biror shoir gap qilolmay bunda turib qolarmi? Afhama degan xudo mat qilib qo'ygandek gap qildimay qo'yib qo'ygan afhama deymiz. Aw yatalajlaju fika xatibun. Xatib degan nutq so'zlagan zondaraz kishi, so'zman. So'zman kishi, ya nutq so'zlagan kishi janoblar haqida so'z qilmoqchi bo'lsa, tikaytlab qoldirishmi, gachilishi, tilchaynab qolirish bormi? Bak hozir javobkanda ham bo'ladi. Lamma qutilal amin. Bunda Harun ar-Rashid buni ikki o'g'li o'tdi. Al-Amin val Ma'mun. Ma'mun cho'ng o'g'li edi. Amin kichik o'g'li edi. Baş Ma'mun valiahd qilib keyin Aminga almashtirdi. Mana sabablar tufayli. Shunlar Amin xalifa bo'ldi. 5 yil jarayonida xalifa bo'ldi. Yani 193 dan 198 ga qadar xalifa bo'ldi. O'tirda ancha-muncha surkilishlar, axiri ular urushib Akufga Ma'mun Aminni o'tirdi. Cho'ng jang olib o'tirdi. Shunlar Ma'mun xalifa bo'ldi. Lekin buning dadasi bir bizga boshqa anladim bo'lgan. Ma'mun onasi Iranlik. Aminninki Zubayda xonim degan shu mashhur ayol. Mushu Makkaga shu Iroq tarafdan ustanini qilib suv akaga chiqim qilib. Hozirm bor shu Makkaning musta Arfatdagi yerda tog'ning mustining bunda Iroqga kelib yasagan ustanlari bor. Nurg'un tillarni xajab necha million dollar xajgan. Hozir qanday biz qishib kirib ko'ngil deganda tog'ning musta Daqanada bunda nimasi bor. Bunda siziqlik. Bu bak mashhur ayol mal Jubayd. Lamma qutilal Amin, Ma'mun qo'shini Aminning qo'shini bilan jang qilib, cho'ng bir jang bo'ldi. Shu jangda Amin o'ldirilgan. O'ldirilgan vaqtida katabat ummuhu as-sayyida Zubayda. Aminning shu o'ldirilgan xalifaning onasi Zubayda xonim Ma'munga maktub yozdi. Tasta'tifuhu, unda mehr shafqat qilishini so'rab maktub yozdi deydi. Ya'ni atf talab qilyapti machi. Menda bezitto kullu dhanbin ya amiral mu'minin wa in 'azuma saghirun fi janbi atfik. Ey mu'minlarning amiri, xalifa bo'ldi-ku Ma'mun. Xalifa bo'lgandan keyin o'gay bolasiga shunday yozdi. Ey mu'minlarning amiri, har qanday bir gunoh bo'lsa, yo'g'on bo'lib ketsin bu gunoh. Janoblarningki mehr shafqatining oldida u kichikdir dedi. Atf mehr shafqat tasta'tif degan mehr shafqat qilishni talab qildi dedi. Va in aduma yani bak yo'g'on bo'lib ketsimi, ya'ni la janoblarningki mehr shafqat oldida yo'qolan narsa hisoblanadi. Va kulli sa'atin va in jallat yasiratun lada hilmika va safhik. Qanda bir o'solliq, nacharlik, isadiga o'solliq, nacharlik. Va in jallat not yo'q bo'lib ketsin. Jalla jalaluhu deymiz-ku, azza va jalla. Chunki jalil degan endi ulug' zot degan bo'ldi. Yasiratun lada hilmika va safhik. Janoblarning apuchalliqi, o'tishi, keng qo'saqligining oldida yo'q hisobda. Yasira degan ozg'in hisoblanadi, yo'qlan narsa hisoblanadi. Hilm deganni biz o'tdik nima? Safhik degan kechirib o'tish degan bo'ldi. Safh. فاصفح الصفح الجميل وذلك الذي عودك الله ashunda qilish janoblarni Alloh taolo odatlantirgan ish. Odat qilib kelayotgan ishlari bu. Afu qilib o'tish, kamxo'rlik qilish. Atala muddatak. Muddatlarni uzun qilg'ay, ya'ni xalifalik muddatlarini uzun qilg'ay. Va tammama ni'matak, ne'matlarni tamomlag'ay. Va adama bikal khair. Janoblar bilan xayrlik yaxshi ishlarni davomlashtirg'ay. Va dafa bika shar. Janoblar bilan yomonlikni yo'qotg'ay. Yiroqlashtirg'ay degandek, ha? Ittirvatgay degan bo'ldi dafa degani. Va ba'du endi maqsad kelsak, bayatdan qilsamsa bir xil madilashni iboratim. Ha? Endi maqsad kirdi. Fa hadihi ruqatul walha. Bu bo'lsa farzandidan ayrilgan ayolninki maktubidir. Qayg'urgan ayol demak. Walha degan qattiq qayg'urishni bildirgan so'z. Walhan deymiz shuni. Ruqa degan qog'oz, masalan, tera, odatda xat yozgan narsa bor-ku. Ashuni ruqa deydik. Bir parcha narsa. Burun xurum bo'lishi mumkin, ha? Kun bunda teradan yozgan narsa bo'libdi, qog'oz bo'lishi mumkin. Ya'ni maktubi demakchidir. Farzandidan ayrilgan
qayg'urib turgan shunda ayolninki yozgan maktubidir. Allati tarjuka fil hayati li nawaibid dar. U ayol janoblarni mush hayotda beshi kelgan kunlar uchun umid qilib turdi dedi. Nawaibid darni biz deb o'tdi. Zamanning kulfatlari cho'ng ayında musibat, beshi kun kelish deymiz va nawaibid dar degan shu. Endi hozir bu ayolning xalifa bolasi o'ldirildi. O'g'li xalifalikdan ruhu hayotdan ayrildi. Bu ayol olmaganda mallar musodir qilinib, o'zi asir tushgandek bir ahvol bor. Lekin mushunda bir 5 kun kilgan chaqda hayotda mushu ayol sizni yordam qilamki deb umid qildigan bir ayol dedi. Va fil mamati li jazil zikr. Endi hayot vaqtida ashunda 5 kun kelsa yordam qiladi deb o'ylaydik. Vafot qilib ketib qolsa yaxshi nomini qoldirdi deb o'ylaydik. Jazil zikr degan yaxshi nom. Yani o'lib ketib qolsa yaxshi nom umid qilgan ayolning maktubi demakchi. Fa in ra'ayta an tarhama da'fi va istikanati. Navada janoblari mening o'sha ojizlikim, qarliqimga bir ham shafqat qilay deb qolsalar va qillati hilati chorsizligimga bichora degan bo'ldi. Qillati hilati. Va an tasla rahmi, endi men qanday bo'lmasin onangizning o'rnida demakchi. Onalarning o'rnida o'gayan so'g'an ekan. Mana bo'lgan tuqqanchilik sil rahimni qilay desalar va tahtasiba zalika fima ja'alaka Allohu lahu taliba. Janoblarim Alloh taoladan endi savob umid qildilar. Shunami? Ja'alaka Allohu lahu taliba. Alloh taolo o'zlarini ash ishni tilab qilg'uchi qilgan ishqa demakchi. Ya'ni Alloh taolaning roziliqini tilaydigan qilgan qilgan Alloh taolo. Shunda bo'lgan ekan, menga shunda yordam qilib, mush qilgan yordamni Allohning roziligi uchun qilishlari demak. Ihtisob degan bir ishni Allohning roziligini ko'zlab qilish ham ihtisob. Ihtisobanilloh. Yani ash kishi uni yaxshiligini qaytarmasmi? Allohning huzurida hisob kitob qilib olay degandek kishi. Xuddi bir ishni qilsamatsan, dadangiz bilan hisoblashib deymizmi? U balni yani chiqirib pul yo'q. Go'shirib turdamdi. Balki dadangiz bilan hisoblashib olay deymiz. Bu hamda xuddi aning mukofotini, savobini Alloh taoladan ilolay deb qilgan ishma. Bizning sizga ham bunda yaxshilik qilsak qaytuvda galimiz yo'q. Savobni Alloh taoladan olay desalar, menga yaxshilik qilar. Chunki Alloh taolo janoblarni Alloh taolaning roziligini ko'zlaydigan qilgan. Bunda qilay desalar, va fi ragiban va ash Alloh taolaning roziligini xolislar, ko'zlasizlar, fafal shunda qilsizlar. Ya'ni bizga rahim shafqat qilsizlar, silrahim qilsizlar demakchi. Va tadakkar man law kana hayyan lakana shafi'i ilayk. Yana aslab qo'ysizlarki, yana bir kishini aslab qo'ysizlarki, agar u hayot bo'lgan bo'lsa, men uni janoblardan munda bir narsa so'rash ishida shafi keltirdim. Yani kim demakchi? Dadasini demakchi. Yani dadillar hayot bo'lgan bo'lsa, men munda bir ishni yaxshilik qildim tilgan chig'imda dadangizning hurmatini qilib bo'lsa-mu, menga yaxshilik qiling deb bunda shafi keltirgan bo'lardim dedi. Yani shu atalarni aslislar. Chunki men shu atalarning ayoli demakchi. Yani o'gay onalari demakchi. Ben shunda qamlashtirib bergan xatma. Adabiyot degan gapmi shunda. Fa ajabal ma'mun. Shuna bu ma'mun unda javob beribdi. Ma'munmi? Cho'ng ulamoning birisi. O'zi xalifa bo'lgan bilan ilm ma'rifatda. Chunki Harun Rashid mush Amin Ma'mun degan mush ikki o'g'lini maxsus eng dang ulamoni eklib, ustoz qilib o'qitgan. Maxsus ustoz taklif qilib ikkisini o'qitgan. Amin shunda bilimlik olimda, Ma'munmi shunda bilimlik olim. O'z kimdan bo'lsa-da bu xalifalik siyosati. Shu siyosat degan shu anda. Siyosat degan shunda bir-biridan tushashtiradigan narsa. Bu Amin o'zi shunda kelishgan, shunda axloqli ham qalbankan. Mushu hozirgi Suriyaning atrofi Turkiyaning janub taraflarida nurg'un diyorini fath qilgan. Nurg'un malni sarf qilib o'sha jihad qilishga qo'shin evatgan. Buni qilgashi katta ekan. Ma'munning davri kelgan chog'da onasi Ironlik qo'ygan ekan, Ironliklarning ta'siri bakrak kirgan. Andan mushu albatta Qur'on maxluq emas degan g'alvalar shu chog'da bo'lgan. Ya o'sha bilan munosabat yo'q. Olimning qilayotgan vaqti shu, ilm qilayotgan vaqti emas-ku. Yo'q, buning davrida bunda ancha-muncha ilmolni imtihonlar, siz ma'lumotga qanday qaraysiz,
da targ'ib boshlangan vaqt. Keyingi vaqtlarda andin avjib ketib, ba'zi ulamolar o'tgangan bo'lsin da turmudi qiynab Imom Ahmad ibn Hanbaldan. Lekin katta kishilar Al-Ma'mun, Al-Amin. Anisqinda javob beribdi. Wasalat ruqa'atuki ya umma. Ana maktublari yetib keldi. Hatakillahu va tawallaki bir-riaya. Alloh taolo o'zlarini parvish qilib, o'zlariga ega chiqib, parvishi bilan qo'rishiga aytmoqchi. Hata degan shundalam qatliga aytmoqchi. Tawallaki degan Alloh taolo sizga ega chiqib, ega chiqsiz qoldim deb bundan sirmaslar Alloh taolo ega chiqdi sizga demoqchi. Shunga tawalla amrana deb duo qilamiz biz. Hozir ma ikki tirnoqning ichidagi bu duo qistirib so'z deymiz. Shunga wasalat ruqa'atuki ya umma hatakillahu va tawallaki bir-riaya va waqa'tu 'alayha. Wasalat ruqa'atuka ya umma va waqa'tu 'alayha deganlar. Va waqa'tu 'alayha men uni duo qildim, uni ko'rdim demoqchi. Asli waqa'tu degan tushdim degan. Uni ustiga tushdim degan hozir uni mazmunida vaqt bo'lib o'qidim demoqchi. Wasa'ani shahidallohu jami'a ma awdahti fiha. Ashu maktublarda izohlagan hamma narsa Alloh guvoh bo'lsin, meni bearam qildi, parishon qildi demoqchi. Shahidallohu hozir jumla i'tirodiyya, yani qistirma jumla. Walakinnal aqdara nafiza. Lekin qazo qadar degan, taqdir degan hamon ijroga kizdigan, hamon bo'lib ketgan narsa. Wal ahkamu jariya. Allohning hukmi shu ijro qilindi. Wal umuru mutasarrifa. Ishlar mujda almishib yo'tkilib turdi. Shu dollar almashtirsa sarful amalat deymiz. Duo qilsak ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik deymiz. Wal makhluquna fi qabdatiha. Makhluqlar hammasi shu taqdirninki changila ishida uni qilishlanmaydi. La yaqdiruna ala difa'iha. Uni ittirib o'tmaydi, ketkizib o'tmaydi. Va dunyo kulluha ila shatat. Dunyoning hammasi xonavayronlikqa yuzlanadi. Shatat chechilang'uliq, xonavayronlik. Shuna tahsabuhum jami'an va qulubuhum shatta. Yani xonavayronchilikqa yuzlanadi. Dünya zavallık yüzünde diyendek. Yani hemen zaval olduğun narsa bu. Ve kullu hayyin ilal memat. Her bir tirik adam, cenva adam ölmeye kalmaydı. Vel gadru vel bagyu hatful insan. Gadr diyen söz vergen bolsa, ahdi vergen bolsa, buzup akıdın pişak oğundaki işin. Hıyanet kılıştık. Naçarlık kılış. Bagi diyen zulüm kılış. Nema bagiyukum ala anfusikum. Demek aslında bivapalık kılış, ahdi tutulmaslık, hıyanetkarlık kılış, zulüm kılış bu insanın ölümünü keltirip çıkarılan. Hatful insan, insanın öttürgen nasi bu. Hatf diyen ölüm. Mata hatfa enfihi desanlar özlükede ölüp kaldı diyen bu. Laqiya hatfuhu dese öldü diyen bu. Vel mekru raci'un ila sahibihi. Hile, suiqas, mekkerden hemmesi özden ilgisiga yenip kalıdı. Başkalığa kaptan kurgan bolsa, keyin özü çıkıp kalıdı. Başkalığı uğrak olsa özü çıkıp kalıdı degandek. وَقَدْ أَمَرْتُ بِرَدِّ جَمِيعَ مَا أُخِذَ مِنْكِ. Sizden müsadir kılınan mal-mülkün hemmini qaytırıp berishga farman tushirdim. وَهَانَذَا قَدْ أَعَدْتُكِ إِلَى حَالَتِكِ الْأُولَى. Mana men müştabda sizni dastlabki holatingizga qaytirdim. Burunlar şu xalifiniki anisi etdi-ku. Hozir hamda o'zining o'g'lining o'gay o'g'li xalifa bo'lgan ekan. Yani burun qash podshohning anisi Buyuk Xonish degan shu martabaga yana akeldim sizni demoqchi. Walam tasqudi mimman mada ila rahmatillahi illa wajha. Allohning dargohiga ketib rahmatiga nail bo'lishga ketgan kishilardan faqatlam uning yuzidan ayrilib qoldingiz. Mening yuzim o'xshamasimi? Lekin shuni o'rnida men sizning o'g'lingiz demoqchi. Yani o'g'lingizdan ayrilmagandek faqat yuzidan ko'rmaydigan bo'lgandek. Wa ana ba'da zalika laki ala akthar mimma taxtarin. Uning ustiga taqaman sizga nisbatan siz o'zingiz manda bo'lsa ekan da tanlagandimi bakrak iltifot qilib xizmatingiz bo'laman demoqchi. Vassalam. Shunda javob berdi. Wa tanaza'a Ibrohim ibn al-Mahdi عم المأمون.
Ma'munning tag'isi, bu xalifa Ma'munning tag'isi İbrahim ibn Mahdi. Bu İbn Baxti Shu' degan tabib bilan mashhur tabiblarning birisi, doktor. Shuning bilan bir da'voda sirri talashlar chiqib qopti. Bayna yaday al-Qadi Ahmad ibn Abi Duat. Ahmad ibn Abi Duat degan mush qozining huzurida bir da'vo o'tib qoldi dedi. Bu mu o'z vaqtida shu Mu'tazila ulamolarining birisi. Ahmad ibn Abi Duat. Men qozi. Aydin Baxti Shu' degan xristian tabib bo'lishi mumkin shu chog. Yoki Yahudi tabib ya xristian tabib bo'lishi mumkin. İslam davlatida xristian va Yahudilar shunda martabaga erishgan. Mashhur tabiblar. Bu İbrahim ibn Mahdi ham xuddi podshoh oilasidan bir cho'ng bir odam, vazirdek shunday bir odam hozir bir tabib bilan da'volashib qopti qozining oldida. Fi majlis hukm. Demak, sud mahkamasida qozixonda ham da'volashib qoldi. Fi aqarin bi nahiyati sivat. As-sivat degan so'z qara degan bo'ldi-ku. Bu munda terilg'i yerni mas'ul qilgan so'z. Sivat. Chunki to'pa qaroladi. Sivatul Iroq degan Iroqning yezi qishloqlari degan bu. Sivat nishada hozir yezi degan ma'noda. Yezidagi bir zimin haqida da'voda surg'ishib qoldi. Aqar degan uy zimin degan. Chon shirkatul aqarat deydi hozir Misrda. Uy zimin elib sotgan shirkatul aqarat. Yezi tarafdagi bir uy zimin haqida talashlar chiqib qoldi. Fa arba alayhi İbrahim. Ve İbrahim onun sal artıqçılık qo'ydi. Arba degan riba. Riba degan ziyoda degan. Arba degan sal ashurvatdi. Ya'ni o'shug'liq qildi deymiz-ku. Va aghlada lahu. Uni qo'pol gap qilib qo'ydi. Fa ahfaza zalika ibn Abi Duat. Ahfaza degan asara hafizatahu degan. Ya'ni uni achchig'ini keltirdi. Achchig'ini qo'zg'ab qo'ydi, o'sha eshitmadi. Ya'ni qozining oldida bu ikki da'vogar keldi. Kelib, men podshoh oilasidan xalifaning tuqqini etdim deb, yana bir tarafga o'shug'lik qilib, ortiq gap qilib o'tdi. Shundan bu qozi ochiqlab qopti. Chunki qonunda hamma fuqaro, hatto podshohmi qonun oldida odatdagi boshqa fuqaro bilan xalqning hammasi o'xshash barobar bo'ldi. Men podshohdim, ya, vazirdan podshohning tuqqini etdim deb, bu yerda no'chilik qilsa bo'lmaydi. Qozining oldida o'xshash turdi. Hani o'xshash tumay olimda men podshohning tuqqini etdim degan tariqada ramzalik qilgan ekan, qozining achchiq gap qoldi dedi. Shundan bu qozi Ahmad ibn Abi Duat debdi: "Ey İbrahim, iza naza'aka fi majlisil hukmi bi hadratina imru'un." Bizning huzurimizda, sud mahkamasida bir kishi sen bilan talishib qolsa, "Fala a'lamanna annaka rafa'ta alayhi sawta." Sening unga vaqirab gap qilganingni bilib qolmay. Wala ashatta biyat. Qo'lingni bunda ishorat qilib gap qilgan chog'da bunda barmoqni silkib bunda bir so'z qilgan qo'pollik bilan. U qo'lingni bunda ishorat qilganingni bilib qolmay. Walakin qasduka amama. Lekin sen qo'pollik qilmay, maqsadni qasd degan maqsadni amama degani ochiq degan. Yani u azavirib, aramzorlik qilib bunda qilmay gapingni aniq desang bo'ldi. Va rihuka sakina. Rihuka sakina degan no dibdib qilib unda bo'ron chiqarib bunda hayli ko'rsatmay, hayli qilmay jim turib desang bo'ldi demak. Magatda usulg'an rihuka sakina. Va kalamuka mu'tadila. So'zing na'atan mu'tadil, o'rta holatda bo'lsin. Wa wafi majalis al-hukumati huquqaha min at-ta'zim wa at-tawqir. Hukumat degan mishada hukm qilish so'rini degan bo'ldi. Hukm chiqarish degan hukumat degan. Ma'adat hukumat degan gap emas mana. Ava majalis hukumat degan hukm chiqaradigan sud mahkamasi demak. Shu so'rin demak. Ya'ni hukm so'rinida sud mahkamasida sen unga loyiq bo'lgan hurmatlash haqqini to'liq ado qilgan sud mahkamalarga demak. Ta'zim degan ulug'lash, hurmat qilish. Tawqir degan hurmatlash degan. Wal istikanati va tavajjuh ila al-wajib. Ya'ni qilishing kerak bo'lgan ishga darhol shuni qilsa, o'zing tuvan tutsa deydi. Shunday qil. Istikana mana o'zini tuvan tutish, bo'ysunish dediq-ku. Fa inna zalika ashkalu bik. Shakl degan shakl taqdirqi deymiz-ku. Bu sana eng loyiq yarashilgan ish degan. Sening shaklingga eng loyiq ish. Chunki sen podshoh oilasidan sud mahkamasidan sen hurmatlimisan, boshqa xalq hurmatlamda. Va ashmal
limadhhabika fi muhtaddika. Muhtad degan tegi tekti asli. Tegi isil deymiz-ku. Karimul muhtad deymiz. Tegi tektingda tutgan yo'lang uchun eng loyiq keladigan axloq bo'ldi. Shamal degan şamail, axloq, tabiat degan bo'ldi. Ya'ni sizning ota-bobolaring xalifa bo'lgan kishi, xalifa bo'lgan kishilarda davomkan shu ota-bobolaringdan tatib tutib kelayotgan shu yo'lga axloqiy jihatdan eng yaqin demak. Va azimil xatarik, ya'ni sizning xatiringning cho'ngligi. Ya'ni sen hozir huquqdor, ya'ni martabang, noati huquq doirang cho'ng bo'lg'achqa shuni hurmatlab, hamda qoida bo'ysunsan, sana bek loyiq ish. Va la ta'jalanna, aldirasallik qilma. Farubba ajalatin tahabu rayta. Mana buni izohlash kerak emas. Shuning uchun biz yodlab qo'ygan maqoldan silmam. O'tganki darsda rubba ajalatin tahabu rayta. Aldirasangiz bizdan to'xtang degandik. Rayt degan sal to'xtash, jindak turitish degandik. Ba'zi aldirashchilik sal to'xtashni keltirib chiqirdi. Uyg'urcham aldirasangiz bizdan to'xtang. Aldiraga yo'lda qoladi endi. Rayt degan to'xtalish. Tarayyut deymiz-ku. Yoki raytama deb qo'ydim. Bunda bo'g'icha degandik. Vallohu ya'simuka min xatalil qawli wal amal. Alloh taolo seni so'zning va harakatning tantakligidan, yengiltakligidan saqlag'ay. Xatal degan ahmoqonalik, yengillik. Wa yutimmu ni'matahu alayka kama atammaha ala abawayka min qabl. Sura Yusufdan keldim. Bunday emas. İqtibas. Edebiyatda boshqa bir yozmadan ya tekstdan binasini bir jumla kesib olib, uni ishlatsa, ya she'rda ya nasrda iqtibas deydi. Üzündə ağan. Hozir Sura Yusufdan oldim ana. Qur'onning oyatida bormish. Wa yutimmu ni'matahu alayka kama atammaha ala abawayka min qabl. Ya'ni ilgiri ata onangga ne'matini tamomlagandek Alloh taolamo sana ne'matini tamomlagay. Belki buna atsın belki xalifa bo'lgan bo'ladi al-Mahdi. Inna rabbaka hakimun alim. Demak, bu iqtibosning oyog'i mana. Faqala İbrahim, shuna bu vaz nasihatni olgandan keyin İbrahim nima debdi? Aslahakallohu taala. Alloh taolo o'ziga salahlik ato qilgay. Duo qilyapti. Amarta bi sadadin. To'g'riga buyurdilar. Sadad degan to'g'ri. Va hadatta ala rashadin. To'g'ri ishga targ'ib qildilar. Walastu a'aidan lima yaslimu muru'ati andak. O'zlarida mening adamgarchiligimni zidilaydigan ishqa hargiz ham qaytmayman. Yaslim degan ushiritidigan, chiqib qo'ydigan degan. Masalan, qilishning yo pichoqning biz uchib ketsa salama deymiz. Demak, o'zlarida mening adamgarchiligimni zidilaydigan, kam tiqib qo'ydigan, chiqib qo'ydigan bir ishni hargiz ikkinchi qilmayman. Wa yusqituni min aynik. Meni sizning nazarlardan tushirib o'tadigan ishni qilmayman hargiz. Wa yukhrijuni min miqdaril wajibi ila al-i'tidar. Meni odatga qilishim kerak bo'lgan o'lchamdan o'zira yetishga majbur qildigan unda ishni qilib sanmayman demoqchi. Fa ana mu'tazirun ilayka min hadhihi al-badirati i'tidara muqirrin bi dhanbihi. Mana shu topda janoblarga mushu savallik tufaylidan badira degan asli badara degan aldirab nima qildi dedi-ku. Endi aldirab qilganda aldirabsallikdan qilgan bir xatolik bu. Yengiltaklik qildi. Mushu yengiltakligimdan, qo'polligimdan yo xatoligimdan o'zlarining huzurlarida gunohini e'tirof qilgan kishidek o'zlari aytib turibdiman. I'tidara muqirrin bi dhanbi. Gunohini e'tirof qilgan kishininki o'zlarisini aytib turibdiman. Mu'tarifin bi jurmihi. O'zining jinoyatini e'tirof qilgan kishining o'zlarisini aytibdiman. Jurm degan jinoyat. Va la yazalu al-ghadabu yastafizzuni bi mawaddihi. G'azab hozir qadar meni o'z moddalari bilan mawaddiga balki shu moddalardir. Bearam qilyotdi. Yani hozir mana shu men aqibsagan xatoligimga achchig'im kelyapti demak. Rajab qilib qoptimi ya bu ishni deb men o'zimga o'kinyapman. Yastafiz degan meni bearam qildi, qo'zg'idi, parishon qildi, achchig'imni keltirdi degan.
qiyiqtiratdi degandek, ha. Vastafziz man istata'ta minhum bi sawtik. Yani demek men hozirmi shuna achchig'im qilib o'kinib turibdiman. Fayarudduni mithluka bihilmihi. Shunda achchig'im qilib bunda qizib tursam, o'zidek bir zot meni o'zining apuchanligi bilan, keng qo'saqligi bilan asta meni joyim qaytirib qo'ydi, ya'ni o'zingni besib ol deb achchig'imdan yandudi demakchi. Va tilka adatullohi indak va indana minka. U bo'lsa Alloh taolaning sizga qilayotgan odatidir. Yani sizlar endi yaxshi ishlarga muvaffaq qilib kelayotgan. Va indana minka. Bizmi janoblardan ashunda bir odatni ko'rib kelayotgan debdi. Va qad ja'altu haqqi min hada al-iqar li ibn Baxtishu'. Men mushi zimindan bo'lgan mening haqqimni ibn Baxtishu'ga berdim. Falayta zalika yakunu wafiyan bi arsh al-jinayat alayh. Men unda bayatdan qo'bollik qilib, uni vaqirab, uni bir xil jinoyat ishlab salgandek bo'lgan. Shunda balki ashu, ya'ni ashu bo'ldi men o'zimning haqqimni tanazzuh qilib sana berdim deyishim, uning qilgan jinoyatining to'limiga, bedeliga to'liq yetarlik bo'lar. Arsh degan to'lam. Qanday to'lam? Diyat degan jon bedeli, jon to'limi. Arsh degan ba'zi a'zolik jinoyat ishlab qolsa, qo'lni kesibdi, putni kesibdi, masalan, ko'zni quyibdi, beshini yeribdi. Buni to'langan to'lamni arsh deymiz. Demak, diyat degan jon to'limi, arsh degan a'zo to'limi. Bu anda shuning qilgan qo'polligini xuddi bir a'zosini sundirayotgan, kesayotgandek, unda bir jinoyat deb ig'ir ko'rib o'zining qilmishini, unga to'lam bergan shaklda ashuni talash qilgan azimindagi haqqini nimaga o'tibdi, beribdim debdi. Valam mutlaf malun afada maw'idatan. Bir insonga va'z nasihat jihatdan foyda qilgan, bunda bir mol dunyo bekor buzib ketgan mol hisoblanmaydi. Mana adam bo'ldim shunlar. Mushu molning yenidan chiqishi bilan bir dars oldim. Bu ochiq savoq bo'ldi. Munda bir dars bergan mol mulk uningda ayrilib qolsak, sizni qo'limizdan chiqsa, buga bakar ziyon bo'lgan mol hisoblanmaydi. Va hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh bizga kifoya va eng yaxshi vakildir. Yani xuddamda eng yaxshi advokatdir degandek, ha. Bumi nima? Ihtibas. Chunki Qur'on Karimda allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Kathura tullabis salati bi babil ma'mun. Endi xalifa ma'munninki ishga oldida, ya'ni qasrning ishga oldida yordam talab qilguvchilar bak olib ketdi. Sizlar deganda sizlar ham qilsikan deb shuni talab qilganlar bak olib ketdi. Ya'ni muhtojlar, hojatmonlar bak olib ketdi. Fakada bilayhi Ahmad ibn Yusuf. So'la Ahmad ibn Yusuf xalifaga maktub yozdi dedi. Yastanjilu bihi lahum. Ashu hojatmonlar uchun yordam talab qilib maktub yozdi dedi. Ashu vakolatdan yoki shular uchun bir maktub yozib beribdim. Shu g'amini maktub yazib yordam talab qildim debdi. Yastanjiduni yordam talab qildi. Anjadani yordam berdi dedi. Inna da'iya nadaka ya amiral mu'minin va munadi jadaka. Yani nada degan bu namlik bo'ldi. Mesela atiganda bu da şebnem bilan da. Ha, atiganda bombatdan keyin qarasak, ba'zi daraxtlar yoki nimlar tumi bo'lsa namlanib qoldi. Bu şebnemdan namlanish, nima? Namlik kasbi bu. Ey amirul mu'minin, o'zlarining mushu namliklarni chaqirayotganlar edi. Yani sizlarni yaxshilik talab qiluvchilar demakchi. Xudoning ushlab ketgan namlik ato qilgan. Va munadi jadaka. Jada degan mul yomg'irni jada deymiz. Yani sizning azroq dunyo talab qilganlarmi? Yani jiq mol dunyo talab qilganlarmi hammasi qanday qildi? Qad jama'a bi babikal wufud. Darvozalar oldida nurg'un ummatlarni to'plab qo'ydi dedi. Xudo buning amirul mu'mininning yaxshilik qilishiga bir chaqirib to'lab turadigan odam bor ekan. Sizlarning yaxshilik qilish uchun jakolab turgan to'laydigan odamlar darvozalarga nurg'un hojatmonlarni to'pladi dedi. Wufud degan ummak boshqa yerdan kelgan. Vafidin.
Yercuna nailekel ma'hud. Janoblarninki hammaylar shu bilib kelayotgan, ko'rib kelayotgan yaxshiliklarni umid qilib turmoqda. Naila degan yaxshilik. Al-ma'hud biz bilib ko'rib kelayotgan, biz tunigan. Faminhum man yamuttu ilayka bi'azim hurmatin. Ularning ichida janoblarga nozi yaqin tuqqanlik bilan tutishganlarim bor edi. Yamuttu degan tutishudi. Azim hurmat degan o'shada uning haq hurmati katta bo'lgan jihatdan degan bo'lishi mumkin. Ya'ni tuqqanchilik jihatdan bo'lishi mumkin yoki ular shunda bir izzatlash kerak bo'lgan, ularning bir haq hurmatini qilish kerak bo'lib qolgan kishilar bo'lishi mumkin. Shu sizga bir jihatdan tutishgan kishilar bu. Bular. Va minhum man yudli bi sabab xizmatin. Ya'ni ularning ichida yudillu degan bu menda adla yudli degandina burun salif degan o'tib ketgan. Burun qilgan biroq xizmati bilan o'zlariga shuni vasita qilib demoqchi. Vasita qilib men burun o'sha xalifaga menda xalifa bo'lmasdim, unda xizmatini qilgan falan yerda necha kun maxfiy saqlagandim hamda. Bunda yaxshilik qo'ygan, mana bu xalifa bo'lganiga mana bu iltifot qilamiki deydiganlar bor demoqchi. Qur'on Karimda va tuddu biha ila al-hukam dedi. La taqulu amalakum baynakum bil batili va tuddu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwal an-nas. Va tuddu biha ila al-hukam dedi. Parvarat para orqali sizlar hokimlarga yaqinchilik qilib, yo'lim qilib, xalqning haqqini yeymanlar dedi. Ya'ni vasita qilmanlar demakchi. Mijadimi? Burunqi qilgan xizmatini vasita qilib turib, bir narsa so'raydiganlar bor. Vaqad ajhafa bihimul muqam. Muqam degan uzun turish. Ya turiverish ularga ziyon yetkazdi. Ajhafa bihim degan ular ziyon yetkazdi. Yani adarra bihim degan. Wa talat alayhimul ayyam. Bu kulla utawadi bak uzrab ketdi. Fa in ra'a amirul mu'minin an yun'ishahum bisibihi. Shuna fahmishlar shuna. Ahvol bunda bo'lg'achqa. Mu'minlarning amiri Navada ularni bir iltifoti bilan, mukofoti bilan bir yun'ishahum degan bunda bir ko'tarib ahvolni ko'tarib qo'yay deb qolsa, yun'ishahumni biz o'ttiq bir qitim. Sen jallandirib bir mag'dub paydo qilib qo'ysa demakchi. Nash degan asl degan bo'lsa, ko'tarash. Shuna mudini nash deymiz. Ko'tarmoqdan narsa o'z. Demak ularni ham da bir iltifot ko'rsatib, binas berib, ular bir hal ahvolni yaxshilab qo'yay deb qolsa, va yuhaqqiqu dhannahum biqawlihi. Qawl degan fazli qudrat degan bo'ldi. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طول يعني قدرات فضل مرحمة. Yani ularning o'ylaganlarini, orzularini o'z fazli marhamati bilan bir vujudga chiqarib qo'yay deb qolsa, fa'ala endi qilvasi bo'ldi. Yani qilvatkay inshaalloh taala Alloh xolisa. Yani bir yaxshi qilib qo'ysa qilayotgan bo'lsalar demak. توقع المأمون في عرض كتابه. أنا مكتوب كأن كان وخليفة قناقته خدنا تغرسها ينتربيها مثل ما مكتوب ما قرأنا ما خطه وبشفاش وندا خطوسا كنا ينتربيهم وندا إنزاق كله. خليفة هذا تسقط دون. نندا بيزوتا الخير متبع يعني مش جواب نن آخدن يخشلق يعني مال الدنيا مكافأتنا أجشترب إياتمان تاجش كيلو بنكين. Xetimden keyin mukofot mol dunyolar keladi demakchi. Va abwabuna maghanin li talibil hajat. Bizning eshiklarimiz, darvozalarimiz hojatmanlar uchun boy bo'ladigan joy deydi. Mag'na degan boy bo'ladigan joy. Mag'anin degan boy bo'ladigan joylardan iborat. Yani boy bo'ladigan odam bizning darvozamizga kirib, bizdan so'rasa boy bo'lib ketadi. Boy bo'lg'idek birimiz demakchi. Ya o'lmaydigan, ya tirilmaydigan bunda odatda birimiz emas, boy qiladigan shaklda birimiz. Ve mevatinun lahum ve ularning o'rni deydi. Yani hajatmanlarning joyi, makoni. Ve lidalika qala şair, şunu şair mundaq degan deydi. Yasqutu tayru haythu yantashiru al-habbu. Qush dan chechilgan joyga tushadi, qo'nadi. Yoki uchar qush dan chechilgan joyga qo'nar. Ve tarsha manazil al-kurama'i. Saxovatchi isil kishilarning uylariga kelar degan bir baytkim. Tagsha yani keladi. Shuna hadisda va tilkam ra'atun yaghshaha ashabi va tagsha wujuhahum an-nar. Yani ma'mun qad adibtu. Xatida garchi baytimizni yozdim.
Faktub asma'a man bibabina minhum. Şuna sen bizim iş aldığımızda aşılardan saklap turganlarının isim tizimligini yazgın deydi. Ve beyin maratibahum. Ularning hammasının öz mertebesini bayan kıl. Ma'manda adam, ma'manda adam, ma'nan ayeti ma'vada. Bu işide şairli var, ulemalı var, ha? Başka hacetmalı var, qazi bo'g'lab qolganlar var. Hammasının ay mertebesini yazgan. Liyasila ila kulli rajulin qadra istihqaqihi. Nima uchun anda yaz? Har bir kishiga o'ziga loyiq yordam yetib berish uchun. O açıdan bu 100 ming koy birdigini var, 10 ming koy birdigini var, 5 ming koy bilan ayet qanday ketgani var. Hammasiga o'z loyiqida yordamimiz yetib borsin. Va la tukaddiranna ma'rufana indahum bitul al-hijab. Bizning yaxshiligimizni bulg'ab qo'ymagansa, nim bilansa, ularni uzun muddat to'silib deydi. Hijab degan to'sash. Bitul al-hijab uzun muddat to'silib, biznes bermay, bunda qilish keyin oldin uzun muddat o'tib ketganda uning ahvoli qanqancha anda yordam qilsa, bu bizning yordamimiz jinga asqatmagan bo'ldi. Yordamimizni suftin suratmagaysa, gachida yordamni yetkazib o'tgan demakchi. Va ta'khir as-savab, ya'ni mishada shu savobini biz mukofotni kechiktirsak, savobini kechiktirdi emasmi? Savobini kechiktirishidan ma ishni unda chataq qilib qo'ymagancha deydi. Faqat qala ash-sha'ir, yana bir bayt aytib. Wa innaka lan tara tardan li hurrin ka'ilsaqin bihi taraf al-hawani. Hur degan bu erkin odamda, lekin erkin deganning qo'shimcha yana bir ma'nosi bor. Hur isil, o'ziga xarliqni ravo ko'rmaydigan, manda kishini hur deymiz. Minnat xolamaydigan, ha? Ka'ilsaqin bihi taraf al-hawan. Aşında bir isil, xarliqni xolamaydigan, aşında bir kishiga xarliq keltirib qo'ysang sen, xarliqning bir uchini chaplab qo'ysang deydi. Ilsaq degan chaplab qo'yash. Tarafal havo degan xarliqning bir uchi, bir tarafini uni chaplab qo'ysang, bu bir hur kishini qo'llatganlik bo'ldi deydi. Uningdek onda bir yordam qilmay qo'llatganlik bo'lmaydi. Ya'ni sening qarq qo'yishing ash kishini yordam qilmay qo'llatgandan bakrak eg'ir ish ma'lum. ولم تجلب مودة ذي وفاء بمثل البشر أو بذل اللسان. وفادار bir kishining do'stligini ochiq chiroy, xush bishoratdak yoki chiroyli gap so'zni qilishdak manda do'stlikni keltirgan narsa yo'q demakchi. Yani vafodor bir kishining do'stligini qo'lga keltiray deb qolsa, xush bishorat berish, chiroyli gap qilish, yaxshi gap qilishdak manda nochi narsa yo'q. أهدت جارية من جواري المأمون إليه تفاحة وكتبت إليه. مأمون'dan dedeklerden birisi, kenizeklerden birisi, çörelerden birisi deydi. Onunla bir alma soğuk tuttu. Alma soğuk kılıp bana mektup yazdı. Ma'mun'dan çörelerime şunda edip kınımlıyken şu vaxtda. Bundan bakın tallanğalı da en yukarı seviyede okugan, ölüme mullan bulup ketkenlerim var. Ayında çöreler var. Bu mu bir edip ayalken var. Ona bir alma soğuk kılıp mektup yazdı. Tuffah desek alma. Tuffahatun desek bir tal alma olur. İnni lemma ra'aytur ra'iyyete tetenafasu fil hedaya ileyk. Men fuqaralarning janoblarga hadiya qilishda beslashayotganligini ko'rganimda va tavatara altafuhum alayk. Ularning hadiyalari o'zlariga oqidan kagil tuğanligini ko'rganimda altaf mishad lutf, hadiya, sovg'at, iltifot degandek narsa. Tavatara degan oqima keldi degan. Shu hadis mutawatir deymiz-ku. Fakkartu fi hadiyatin takhiffu ma'unatuha. Boshqa shunda hadiya qilib baslashmunda jiq oqadan hadiya ivat turganligini ko'rganimda, men bu bir hadiya qilsamkan deb o'yladim deydi. Takhiffu ma'unatuha degan uni chiqimi yengil kirdigan. Ya'ni qimmat baliq olmasa-da Azan bo'lsa bir hadiya qilay dedim. Va tahunu kulfatuha. Kulfa degan chiqimi yo'qlang demakchi. Takhfu ma'unatuha jafasiz, chiqimsiz, yengil bir hadiya qilay dedim dedi. Va ya'zamu khaturaha. Lekin uning ta'siri cho'ngildigan. O'zi azam, asan ta'sir cho'ngildigan bir hadiya qilay dedim.
ve yejullu mevqi'uha onun ta'siri katıldığı mevqa degan ta'sir qilgan joyi katıldığı yoki o'rni martabasi katıldığı falam ajid ma yajtami'u fihi hada an-na'd ma shunda bir yengil azan lekin ko'ngli qo'shiladigan shunda bir narsa hadiya qilay deb o'ylab oxiri mushu sifat jam bo'ladigan bir narsani topolmadim dedim. Na'at degan sifat. Mushu sifat jamlangan bir narsa topolmadim. Ve yakmulu fi hadal vasf. Mush sifat kamil bo'ladigan bir narsa topolmadim. Illa tuffah. Faqat mana olma da mush sifat bor ekan dedi. Tuffah degan olma, lekin tuffahatun desak bir xil olma. Fahdaytu ilayka minhu wahidatan fil adad. Shundan olmada mush sifat topilgan deb, ash olmadan birni janoblarga hadiya qildim. Bu bir sanda bir tal. Wahidatan fil adad kathiratan fit taqarrub. Sanda bir tal o'g'ini bilan o'zlariga yaqinchilik qilishda bu nurg'un olma hisobida. Va ahbabtu ya amiral mu'minin an u'riba laka an fadliha. Yana ya amiral mu'minin janoblarga bu olmaning fazilatini izohlab berishni xohladim, yoqtirdim. Ve akshifa laka an mahasinaha. Uning afzalliklarini, alohidliklarini ichib bermoqchi bo'ldim. Ve ashraha laka latifa ma'aniha. Uning mazmuni, jinskiyalarni sharhlab, izohlab bermoqchi demak, sharh degan. Ve ma qalat al-atibba fiha. Tibiblar uning foydali taraflari haqida nima degan? Shularni bir so'zlab o'tay dedim. Ve tafannana ash-shu'ara fi awsafiha. Shoirlarni uni sifatlab hunar san'atlarini ko'rsatib ketgan ahvolini bayon qilmoqchi bo'ldim. Tafannana degan hunar san'at ko'rsatib kelishdi demak. Hatta tarmuqaha bi'aynil jalala. Demak, shularni men bayon qilsam, izoh qilsam, shu bir tal olmani janoblari ulug'liq ko'zi bilan shu bir tal olmaga qarag'aylar. Yani oddiy sanmaydigan bo'lganmi? Shunda uning qadr qimmatini, alohidligini so'zlasam, bu bir qadrlik cho'ng bir aziya ekan deb o'ylab qoldim. Jalala yani ulug'liq, ayn degan ko'zi. Yani ulug'liq ko'zi bilan qarag'aylar, tarmuq degan qarash, ramaqa. Va talhadaha bi muqlatis siyana. Asrash, siyana degan asrash, qo'ldashgan. Asrash ko'zi bilan qarag'aylar dedi. Talhad deganmi tarmuqga o'xshash, lekin ikkisining farqi bor. Ramaqa degan mashg'ulda qarash bo'lishi mumkin, lekin talhad degani bizning buzoq o'tganda ko'zning qirillab qarashimda qarashamiz so'ng turi bor. Tikilib qarash bor, cheksib qarash bor, sinchilab qarash bor. Ma'lumda ko'zning qirida qarash. Muqlatul asiyana. Masalan, o'ng tarafga olsun, sol tarafga olsun ko'zning da yan tarafida qarashni, yonda qarashni lahada deymiz. Muqla degan mush ko'zdan ichandi. Eqildan qarasa tug'an jayvog'i ashan muqla deymiz. Demak, asrash ko'z bilan ko'z qirlarini, nazarlarini sag'aylar demak. Faqat qala ar-Rashid abuk. Dadisining so'zini naql qildi. Atalari Harun Rashid bunda deganda radhiyallohu anhu, Alloh undan rozi bo'lsin. Radhiyallohu anhu hozir qistirmi so'zi. Ahsanul fakihati at-tuffah. Mevlana eng yaxshi podshosi olmani Harun Rashid. Atalari shunda degan. İjtama fihi sufratud durriya. Bu olmani bir xil adabiy sifatlashim nima va? Olmada munda xislatli bor demakchi. Munda xislatli jam bo'lgan edi. As-sufratud durriya. Xuddi marvayat siman siriqliq. Marvayat masalan tum aqolmay da melrak aquldi. Ashunda rang ba. Wal humratul khamriya. Xuddi haraq sharabdek qizillik va. Wal qishratul zahabiyya. Oltin post var bunun. Şoptekleri mesela. Ve bayadul fidda. Onu söylesek mesela onun içinde kanday çıkıdı. Kümüştek ıppak çıkıdı. Ve levni tibr. Kipek altının rengi çıkıdı. Yeleddu minel havasi el-aynu bi bahcetiha. Bizim tuygu azalarımızdan. Havas degen tuygu azalarımızdan. Göz, burun, kulak degandek. Yani tel mesela. Tuygu azalarımızdan közümüz onun körkemlikinden uzur alıdı. Bahce degan ko'rkam. Hadaiqa zata bahce. Yani ko'ngni shatlantiradigan ko'rkam demak. Wal anfu bi rihiha. Burun uning purqi bilan uzur alıdı. Wal famu bi ta'miha. Ig'izmo uning ta'mi bilan uzur alıdı. Bunda
Allah elgeva bir soğattım demek. Tebir diyen kipek altın. Durur diyen onda aşında mervayet ünsü mercan diyenlik. Kevkebin durriyin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.